muhabbat yor bo'lsin. Shu yergacha yetib kelishdi. Oshar! U17 Osiyo Kubogiga tashlandi. To'yovni 2 xil bosib o'tishdi. Mana bu yerda kirishdi. Darvozabonimizdan ishonchli o'yin. Lekin xavfli tarzda zarba yo'l. Qaramadinglarmi? Renar Saudiya Arabistoni terma jamoasini qayta qabul qilib olgan mutaxassis. Renar Bular o'ylab qolganmi? Ayni futbolni qiziq paytda kim bo'lishi mumkin? Bahodir Xonov Matariga qarshi bordi. Kim u? Hozir. O'zbekiston hujumi va ichkariga Sodiq Yor. Yaxshi pas, yaxshi fint. Bir soatdan beri eshitib qilaydi qaramaysan-a? It. Shu oyog'ingdan bosmasang o'g'lamaysan-a? Molga o'xshab o'tishini qara. Mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Haligi Sharafat bormi? Bor, nima edi? Chaqirib yubora olmaysizmi? Nega? Gapim bor edi, shunga bir ikki og'iz gapim bor. Saniya? Ha? Meni qizimga. Ha? Hozir chaqirib kelaman-a? Shu. Chaqirib. Hozir chaqiraman. Gapi yo'q. Ketib qolish yo'q-a? Yo'q. Aniqmi? Mana qarang, siz mobodo adashganingiz yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi. Hozir chaqiraman. Ha, yaxshi. Ketib qolmaysizmi? Hozir chaqiraman. Hozir chaqiraman. Xotin! Xotin! Labbay dadasi? Qizingni chaqirib yoqqa. Hozir. Qani yigit, kiringchi bir minutga. Kiravering. Mana Sharafat, sher. Kiring. Tortinmasdan kelavering. Kelavering. To'g'ri. Nima qilganingiz bu? Sen buni taniysanmi? Taniyman. Ey, nimaga kuppa kunduz kuni kelib, mana hammani oldida sharmanda qiladi, ha? Yo bir-birini sevasan. Kursdoshim. Bir narsa so'ragani keldim, xolos. Gapim bor edi. Bitta narsa ko'chirib olish kerak. Shuni so'ragani keldim, to'g'ri. Nimani ko'chirib olardi? Darsimiz bor. Darsdan so'ramoqchi edim, xolos. O'zingiz boshing. Sen bundan so'ragani keldingmi? Ha? Nimani so'ragani kelding? Dars yo'q, o'tiraman. Iltimos, to'g'ri. Aldama. Bir-birini sevasanmi? Yo'q. O'tama. Hech narsa qilmaydi. Voy dadasi nima qilib qo'ydingiz?